الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. Biz bu Qur'onni sana vahiy qilish bilan eng go'zal qissalarni bayon qildik. Qabil nima qilay deysan? Seni öldürmen. Men qara, shuni bilginki, sen meni o'ltirsan, buning jazosini cho'qim tortsan. Sen meni o'ltirsan, ammo men yo'qolib ketmayman. Bir kunlarda yana uchrashimiz. Albatta, o'limdan keyin qayta tirilamiz. Chunki bu dunyodan boshqa bir dunyo, boshqa bir hayotmi bor. Biz u dunyoni oxirat deymiz. U yerda o'lim yo'q. U joyda abadiy bir hayotlik bor. Bu dunyoda nemish qilsak, u dunyoda buningga qarta bir hayotda yashaymiz. Qiyomat kuni bütün insonlar bir yerga to'planadi. Sana ma'lum bo'lgandek, farishtalar insonlarning qilgan yaxshilik, yomonligini amal daftariga yozadi. Mana u daftar u yerda insonlarning oldida ichilib, qilmish atmishlarining hammasi, hatto inchiki tafsilotigacha so'zlanadi. Mizon deb atalgan tarozida insonlarning amallari tortiladi. Şapaatga loyiq bo'lganlar shapaatga, kechirimga loyiq bo'lganlar kechirimga erishadi. Jannatlik bo'lganlar jannatga, jahannamlik bo'lganlar jahannamga kiradi. Kafir, mushrik, munofiqlar mangu jahannamda qoladi. Mo'minlardan kechirim qilinmay qolgan gunohkorlar bir mezgil jahannamda jazolanib, keyin jannatga yerlashtirildi. Og'zingni yum. Bu so'zlaring bilan qo'limdan qechib qutlanmaysan. Anladingmi? Men sendan qo'rqmayman. Dal-daraxtlar bahar atiyozda qandoq yashirib ko'klab chiqqan bo'lsa, men va jonliqlarmi o'lgandan keyin oxiratda ashundoq tirilamiz. Bo'ldi, og'zingni yum. Sen nima desang da, seni o'ltirgan. Unda qilma Qobil. Sen meni o'ltirib nimaga erishsan? Hammaga. Sen ega bo'lgan hamma narsa mening bo'ladi. Biz shuning bilan oxiratga iymon etishni o'rgangan bo'ldik. Bu haqda men bir necha yig'i so'zlab beray. Albatta onasi, quloqimiz sizda. Balalarim, insonlar uchun 3 olam bor. Onasidan tug'ilib vafotigacha dunyoda yashagan inson o'lim bilan tang qabr dunyosiga ko'chib ketadi. Qabr hayoti inson o'lib qabrga kirgandan boshlab yangidan tirilishigacha davomlashadi. İsrafil alayhissalomning sur chilishi bilan yer yuzidagi butkul jonliqlar o'ladi. Tog' davollar, osmon zamin kukum talqon bo'lib, yer yuzi hech bir jonliq yashay olmaydigan qop-qorong'u qumli holatga keladi. Mana bu qiyomat qayimdir. Balalarim, sur chilishning qanday mohiyati borligini bilmaymiz. U balki Alloh taolaning qiyomatning boshlanishiga berilgan amr farmonini ifodalashi mumkin. Biz insonlarning hamma narsani bilmaydiganligini degan edik. Sur chilish dal shularning biri. Shunga biz mohiyatni bilmasakmi, ularga iymon keltirishimiz kerak. Biz bandalar qiyomatning qanday bo'ladiganligini bilishga majbur emasmiz. Biz iymon, ibodat, axloqimizdan mas'ulmiz. Bizning vazifamiz Alloh taolaning amr farmonlarini o'rinlash. Bir kuni cho'qim hisobga tortilganligimizni bilib, uningga qarata tayyorlik qilish. Qolg'ini Allohning taqdir irodasi. Alloh taolo nihoyatda qudratlik. Bandalarga nihoyatda mehribon. U bandalarining yomonligini orzu qilmaydi. Alloh taolo bandalar uchun go'zal, foydali narsalarni orzu qildi. Bular odamning tinini shurkamtiradigan gaplarkan. Ey Rabbim, bizga yordam qil. Amin. Ana qiyni degine oxiri yana qandoq bo'ladi? İsrafil alayhissalom Alloh taolo iroda qilgan bir vaqtda ikkinchi qatim sur chaladi. Buning bilan butkul insonlar yangidan tirilib, Mahshar nomli keng, tüptüz bir maydonda to'planadi. Şunun bilan insonlar mangu qoladigan oxirat dunyosiga o'tadi. Mana bu iymonning 5-sharti bo'lgan oxiratga ishonish. Bizga bergan ma'lumotlaring uchun ko'p rahmat jinim ana. O'limdan bak qo'rqaman.
Nemishqa qo'rqsan? Nimadan bo'ladi? Shu hisob kunidan qo'rqmamdin. Bizmi hisob beremdik texi? Nima deydigansan? Yo'q do'stim, biz hisob bermaymiz. Nimishqi bermaymiz. Bizmi Alloh taoloning yaratgan mavjudotlarıga. Qo'rqmanglar. Qiyomat kuni faqat insonlarla hisob berdi. Uf, ko'p shukr, bizga hisob yo'qkan. Balalar, insonlar so'roqqa tortilgandan keyin Allohning amr farmonlariga itoat qilganlar jannatga, itoat qilmaganlar jahannamga kirdi. Buningdan keyin o'lim bo'lmaydi. Jannat va jahannam hayoti mangulik. Bu sababdan bu o'tkinchi o'lim bo'lgan dunyo hayotida oxirat hayotining mangulik bo'lganligini unutmay, puxta tayyorlik qilishimiz kerak. Oxirat hayoti uchun tayyorlik qilish deganlik Allohning amr farmonlariga bo'ysunish deganlik. Oxiratda hamma kishi bu dunyoda qilgan atganlarining natijasini ko'rdi. Atrofga qaraydigan bo'lsangiz, dunyoda mangu yashagan birasi bormi? Hamma kishi o'lib tugaydi. Amaliyotda o'lim oxirlashish emas. U bir boshlanish. O'limdan faqat o'limga tayyor bo'lmagan, ya'ni Allohga iymon etmagan, Allohning amr farmonlarini ijro qilmaganlar qo'rqadi. Shunga o'lim biz musulmonlar uchun qo'rqinchli bir narsa emas. Aksicha o'lim Alloh taolaning roziligiga va jannatga erishish demakdir. Jannat insonlarning orzu qilgan hamma narsa cheksiz berilgan yerdir. İnsanlar dunyoda orzu qilganligi hamma narsaga erisholmaydi. Chunki dunyo hayoti fani, ya'ni o'lim bo'lgan cheklik hayot. Bular oxiratning oldida hech narsa emas. Butkul koinotni yo'qdan bor qilgan Alloh taolo uchun oxirat hayotini cheksiz jannat ne'matlari bilan yaratish hech qiyin emas. Iymonning 5-shartini o'rganib o'tdik. Oxirini davomlashtiraylik.